Assalomu alaykum. Ahli gruppa yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Xo'p. Bugun 29-kuni tayyor bo'lgan joylarni ochamiz, xudo xolasa. Bismillah, shu video qilyapti. Ochish niyat bordi mana. Xudo xolasa roppa-rossa bunga 14 kun ag'bag'i bo'ldi. Tashi bitta-ikkitasi ildizi ko'milmay qolgan ekan mana. Shunaqa holatda. Xudo xolasa. Xo'p, bunga stressdan chiqishiga, ko'chat yaxshi o'zini holatini davom ettirish uchun qanaqa ozuqa berish kerak, qanaqa stressga qarshi dori berish kerak, bularning hammasini xudo xolasa ko'rsatib boraman nasib bo'lsa. Birgalikda ochyapmiz. Xudo xolasa mana ko'chatlarimiz a'lo darajada mana 90% ko'kargan. Ko'karishi yomon emas, holatlari yaxshi. Mana shunaqa holatda. Xudo xolasa ko'chatlarimiz ko'kardi. Endi buni chiroyli qilib shu 45 kun davomida yashnatib, yangi barglarni chiqarib 3-4 barglik qilib olsak, xudo xolasa ishi tayyor bo'ladi.